Madar la'nat, svetchini uyquysan. Kelin, shamab keling. Voy, kelin, tandirni yarmini yeb qo'ydingizmi? Oyijon, uzraman. Voy, yana ko'p yashasizlarmi? Endi payokka 5 kilo ko'pini olamiz. Bir kishi ko'p bizga. Yo'q. Katta zavodlarni qurgan bizni. Komandalarimiz yig'amiz turadi. Bizni yuzib ko'rsatadigan bir komandalar bo'lmasdi. Kelin, tez cho'g'ga obdastani qo'ying, uvol bo'lmasin, keyin sandalga olib kiring. Oyijon, sandalga olib kirolmayman, tappi yoqqanman, uy sasib ketadi. Ukam 1 kilo go'sht ber. Ha, go'sht 2,5 ming so'm bo'lgan keyin. Insoplaring bormi? Kecha 2400 dan oldim. Kerak emas go'shtingma. 5 so'mga yupi berasan, men 50 so'mga shakar ber. Fikrlarim oqarmadi-ya. Men senga zo'r parash olib keldim. Aprel degan hamma maqtayapti shuni, bor-ku. Buni chistoli ham bor ekan, top toza qilar ekan. Shundan ishlatma. Bo'ldi. Hali bir 20 yildan keyin ham ishlatishadi. Rahmat oyijon. Endi bizning pulli televizorimiz bo'ladi. Endi bo'lmaydi. Bo'lmaydi-da, beparasat seni otang qo'ydi. Moskvada xizmatlarimiz zo'r o'tdi. Bo'lsa, Voy, svetchilar baraka topsin, otasiga rahmat.